Do'stlar, kitob archani sensasini so'raganlar. Mana ko'ringlar. Bu yerda o'zi kitob ajrab ham turibdi. O'sha bo'yi o'sganlar tuya. Ular tuya. Ular kitob. Kimga sensalari kerak bo'lsa, mana hozir 50 mingdan 100 minggacha sotilyapti mana shular. Katta ko'chatlar. Tayyorlari. Buni arzimagan pulga olib turib 2 yil, 3 yil qaraysiz, shuncha sizga nima keltiradi. Qaranglar. Ajrab qopti mana bu tuyalar bo'yi o'zgan bo'ladi-da, ajrab qopti. Kitoblari mana alohida bo'lib qopti. To'g'ri bo'pti. Mayta sasna ham bor ekan. Sasna. Mana sasna ko'chatlari ham bor ekan. Telefon qilib olasizlar. O'sha manzaramiz. Farg'ona viloyati Quvat tumani. Telefonimiz 91 659 23 02. Yana qo'shimcha nomer qo'yamiz. Mana ko'ryapsizlarmi do'stlar? Mana shu 2-yil. Bu o'tgan yil ekilganlar. Aynaqa kichkinalarini olasizlar, bunaqa qilib ekasizlar. Mana shu 2-yil. Mana yana yilga sotuvga tayyor bo'ladi mana shular. Do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Ichiga bunaqa qilib turib, chesnoy yo piyoz ham ekib qo'yasizlar. Lekin yangi ekkanda bilmaganlar uchun bu, bilmaganlar uchun o'zimizni Makka bo'ladi yo juvarim ekib qo'yasizlar. Birinchi yili nimaga salqin kerak bo'ladi, issiqqa qiynaladi. Keyin sal katta bo'lgandan keyin nima qilaverasizlar? Bu ichiga piyoz ekilgan ekan, qaranglar. Do'stlar, do'stlaringga ulashib, podpiskani bosib, yurakchani ham qizartirib, do'stlaringga jo'natinglar, do'stlar. Bunaqa video hadamam bo'lavermaydi. Biz dehqonlarni ham qo'llab-quvvatlaydigan vaqt keldi. Endi to'g'ri biz sportchilarga o'xshagan mashhur emasmiz, lekin shuni orqasidan biz ham bola chaqa boqamiz. Sog' bo'linglar do'stlar.